Mercedes-Benz yeshkiga 200 taligimiz keldi akalar. Konteynerdan hozir tushirdim. Buni tushirgan konteynerni hozir darvozadan kuzatib olib turibman. Koreyadan yangi keldi. 5 probek 2026-yilgi model. 101 km yurib qo'yibdi, yaramas. Changlari bilan turibdi hali. Artilmagan, tayyor, ideal holatda turibdi mashina. Kelasiz, ko'rasiz, olasiz. 1 oylab, 2 oylab kutib o'tirmaysiz. Polni komplektatsiya, 360 kamera, 5 ключевой достуp, slippoy zona, hamma funksiyalari bor mashinamizda. Salonni qaranglar. Qoraga korishnoy salon, qoraga korishnoy kombinatsiyada ishlangan, eshik obshipkalari ham полный aux. O sidina сохранение, обдув, обогрев, boshqa hamma funksiyalari mana shu eshik o'zidan bemalol regrovka qilaverasiz. Multimedial rol mashinamizda. Qani bismillah. Nima noz-ne'matlari bor ekan deysizlarmi? Bu yerda bar ichida yana bitta bar. Buni yopsak bo'ladi. Bu yerda podstakanchik. Mikrofon bemalol mashina siz bilan gaplashaveradi. Qarang. Voy, nazorat bo'lishini qarab qo'ying mashinalar. Yangisi baribir yangi, nima deysizlar? Patologiyalar polniy qop-qora, qoraga alcantara, panoramli ikkitadan lyuklargacha ham bor mashinamizni. Yurgan kilometr mana 101 kilometr masofani bosib o'tib turibdi. Oldi bar, kattakon ko'rishinglar mumkin. Bu mashinani orqada o'tib ko'rsanglar, umuman boshqacha. O'rindiqqa o'tirganingizda haqiqatdan sizni quchoqlaganini his qilasiz mashinani. Orqalari ham keng. Anchagina. O'tirganingizda o'rindiq bemalol regrovka qilsangiz bo'ladi. Tizza tegib qoldi, boshqa haligi muammolar bo'lmaydi. Orqa o'rindiqlarda ham obogreflargacha ham bor mashinamizda. Holatlari idealidan keldi. Orqada ham bar. Ko'tarsa yana joy yaraladi. Bemalol o'zimizga moslab olsak bo'ladi mashinani. Tepalarida ham отдельный klimat kontrollargacha ham bor, avtomatik. Orqa paktronlari. Qarang mana. Orqasini kengligini qarang. Bas, endi sizda bu tashqi tarafdan qaraganda unaqa kattaligi bilinmaydi-yu, ochganingizda haqiqatdan keng bo'lar ekan orqasi. Bu o'zi asli 200 talik bo'lgan, lekin Koreyadagi birinchi qo'l mingan egasi, birinchi qo'l olib chiqqan, zavoddan olib chiqqan egasi mana bu 300 talik qildirgan ekan. O'zi asli yeshki 200 talik bo'lgan mashinamiz. Xo'p, 101 km probegda akalar. Xo'p, mashinani narxiga keladigan bo'lsak, 77 ming AQSh dollari ozgincha o'tib beramiz. Kelasizlar, ko'rasizlar, chiroyli qilib savdoni qilamiz, yurg'izamiz. Xohlasanglar pochta qilib, dastavka ham qilib yetkazib beraveramiz. Mana shu holatda qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh chiroyli qilib bu mashinani ham yurg'izib, yetkazib beramiz.